Avvalambor Chorvaston haqida sizlarga ma'lumot beraman ozgina. Mana bu chorva aslovi tor deyiladi. Bu asli kelibsi Ironniki. Erondan Ozarbayjonga o'tgan, Ozarbayjondan Xorazm orqali bizlarga Toshkent, Farg'ona yo'nalishlariga o'tib kelgan chorva aslovi. Asli Eronda ishlatgan. Hozir ko'p musulmon mamlakatlar tordan foydalanadi. Keyin Turkiya, Erondan Turkiyaga o'tgan, Turkiya, Ozarbayjonda asosan shu chorva aslovi ishlatiladi. Keyin O'zbekiston, O'rta Osiyoda, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmanistonda ishlatiladi. Bu chorva aslovi umurtqa simi bo'lib, mana pastki simlari sozga sozlanadi, mana sariq simlari so'lga sozlanadi. Mana bu yuqoridagi 5-6 simlar bular sozga sozlanadi. Mana bular xuddi oktav baland sozlanadi, biroq masalan o'sha do'g'son va so'lga sozlanadi. Bular hammasi o'sha Ozarbayjonlar Eronning kuychasi mana shu simlarni ishlatib chiqaradi, yuqoridagi simlarni. balki dilida tugib qo'ydiki, men ham katta bo'lsam mana shunday san'atkor bo'laman degan bir tuyg'uga o'tib ketgan bo'lsa ajab emas. Sizlar ishlarga katta omad va mana shunday uchrashuvlar yanada ko'proq bo'lsa, biz yana xursand bo'lamiz sizlarni. Rahmat. Boshqa mavzular olib kelamiz. Rahmat. Shu maktabimiz ma'muriyati tomonidan
Sizlarga ham katta rahmat, sizlarga omad tilayman hammadan sizga. Mana shu o'g'illarimni kelajakda bizlar faqirlar masalan o'sha musiqachi bo'lish shart emas, hech bo'lganda yaxshi inson bo'ladi. Yaxshi vrach bo'lish mumkin, yaxshi injener bo'lish mumkin, yaxshi qishloqda xodimlar bo'ladi. Ma'naviy ongman asosida. Uni hech kim aldolmaydi kelajakda. To'g'ri bo'ladi. Shu yerda sizlarga omad tilayman.